2025-yil do'stlar, Ozon, Wildberries, Yandex Market Xitoyga kirib bordi. O'zbekistonda bor, Tojikistonda bor. Endi Xitoyga hujum bo'lyapti. Do'stlar, xitoyliklar agar Rossiya territoriyasiga o'zini mahsulotini primoy sexlar olib kirsa agar biz porajeniyada bo'lamiz. O'sha uchun do'stlar, O'zbekistondamisiz, Tojikistondamisiz, katta zavodingiz bormi, sexingiz bormi, ishlab chiqaradigan mahsulotingiz bormi, kiyim-kechak chiqarasizmi, igrushka chiqarasiz, hozirdan kirib joyingizni egallang. Butun Rossiya bo'ylab, Qozog'iston bo'ylab, 7 ta 8 ta davlat bo'ylab, tем более Xitoyga ham chiqsangiz, sotsangiz bo'ladi do'stlar. Agar qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tib, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Barcha ma'lumotlar marketplacelar bo'yicha biz tashlab boryapmiz. Hamda o'zimizni har kunlik natijalarimizni ham tashlab boryapmiz. Biz esa brendaviy tovarlar sotyapmiz. Hozirgi kunda Rossiya territoriyasida.